Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa juruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2023 yıl 2. ayının 24. günü hafta cuma. Vatandaşlar bir haftadan beri Germaniya München Halkara Bexaterlik yığını, Ukrayna Kiev, Polşa Varşava, Moskva. Cumhur'un diplomatı Wang Yi Moskova'da 3 nefer yukarı derəcək əməldar cümleden Prezident Vladimir Putin, Patrishop Bexaterlik Komitetinin müdiri, Tashqi İşlar Vaziri, yoki ministri Sergey Lavrov bir haftalik degidek, yoki 2 hafta degidek mushu jarayonlar, mushu makallarni aylanib, endi bugungi kun kelganda vatandaşlarga vaziyat to'g'risi yetkazadigan xabarimiz Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bayonot e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken 2. ayning 28 kunidan 3. ayning 3. kunigacha Osiyoga, ya'ni O'rta Osiyoga va Janubiy Osiyoga ziyoratga bordi. O'rta Osiyoda O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq davlatlarni ziyorat qildi deb ko'rsatdi. Bugun biz sizlarga mushu to'g'rida leksiya so'zlaymiz. Undan avval hozirgi vaziyat Cumhurga munosabatlik. Masalan, Cumhur 12 moddalik urush to'xtatish tashabbusini e'lon qildi. Hozir bu tashabbus xalqaro jamiyatda masxara qilinyapti vatandash. Undan keyin hozir Cumhur hukumati mashang shindan axborotiga asoslanganda dengiz bo'yidagi o'lkalarda davlat mudofaasi safarbarlik, davlat mudofaasiga safarbarlikka rahbarlik qilish ishxonasining qurilganligini e'lon qildi vatandaşlar. Ondan keyin yana bir e'lon dediki, bu bir suiqasd dedi. O suiqasd degan so'zning ma'nosi nima ekan desangiz, hozir Cumhurda uyquruqligida selingan öy imaratining umumiy soni 600 million korpus. Bundan torbatchilar qaynab ketdi. Bu bir suiqasd, esla oshkorlanmaydigan son edi dedi. Bunu hisoblab chiqib, buning ichida 600 milliondan 300 millionni qilib qoldirib qo'yaylik. 300 million yo'q bo'lsin, kam deganda 300 million korpus. 300 million korpusga 360 million odam xalq o'ltiraqlashgan bo'ldi. Masalan, bir korpus, bir binoda 6 qavat uy bo'lsa, 6 qavat uyga 12 oila o'rinlashganda mushundaq bo'ludi deb oxiri to'rdoshlar o'tirg'i chiqib nima deyishdi bo'ldilar. Uy imarati tijorati bilan shug'ullanmanglar. Cumhurning kelgusi avlodiga bir etiz yer qolsin deb xitob qildi vatandosh. Ondan hozir yana bir ataqani ko'rib boqamiz. Sizga aytadigan masalan Amerika Rossiya munosabati, Amerika Cumhur munosabati, Cumhur va Rossiya munosabati. Men mushu bir haftalik diplomatik faoliyatlardan shuni his qildimki, Cumhur hozir besim ostida qoldi. Bir tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlarining besimi. Maşansın şunda dedi ki bugün bir xabarda Prezident Joe Biden Xi Jinping'ne tam tübüge qıstab geldi. Şundaqla Prezident Vladimir Putin mo hozir Xi Jinping Cumhurga besim işiltishga başladı. Bunun jarayonini anglab bakkandan keyin ko'raman, lekin mavzuni sizga topshiray. Men sizga belgilab qo'ygandan keyin mavzuni vatandosh.
Muşu Katar'da bugün yetip gelgen bir parça haberde ötkende bir 2 gün içinde yakın bir gün içinde 21. çisla da Rusya Prezidenti Vladimir Putin devlet xiti ilan qilib, devlet siyasi ilan qilib. Degidek Amerika Qo'shma Shtatlari bilan 2010 yılı imzalagan yadro qurollarini qisqartish kelishimidan chekinib chiqqanligini e'lon qilgan edi vatandosh. Shuningdan keyingi bir ish kun ichida to'rbettir dediki bu atom yadro qurollari urushga tayyorlik qilish dedi. Bugun to'satdan boshqa bir xabar yetib keldi vatandoshim. Agar bu kelishim ijro qilinadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Federatsiyasi tarafidan mushu kelishim ijro qilinadigan bo'lsa, bu o'rtada foyda oladigan davlat Jungo bo'ladi ekan vatandosh. Shu oraliqda Jungo atom yadro qurollari o'q beshini ko'paytirib ishlab chiqaradi ekan. Amerikani bir qatlaydi ekan, Rossiyani bir qatlaydi ekan. O vaqti kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qo'l elishidi ekan. Yani kuch sinishidi ekan vatandosh, ko'rdingizmi? Bu tuyuqsizlar mushu kelishimdan Rossiya chekindi deganga. Endi buni qandoq tushuntirishni bilmayman sizga vatandoshim hozir. Demek bu kelishimde çekinganda Jungo'nun yadro qurollarini ko'paytirishi, sonini ko'paytirishi, atom qurollarini ko'paytirishi, sonini ko'paytirishi mumkin bo'lmaydi ekan vatandosh. Demek atom yadro qurollari jihatda andin Amerika bilan tepshelmaydi ekan. Amerika bilan elishalmush o'ringa tushib qoladi ekan. Buni birinchi bo'lib hozir Rossiya Federatsiyasi prezident Vladimir Putin bu kelishimdan Amerika bilan Rossiya o'rtasida imzolangan yadro atom qurollari kelishimidan voz kechdi. Demak, endi bu yerda kelayotgan bo'lsam, Jungo hukumatiga bu intayin zo'r besim ekan. Buni mat ko'rib boqayli. Ajab tolib vadim deb to'li ekan bu vaziyat shunda kelib qoldi ekan vatandosh. Hozir bu haliqi turiga tahlil qilganda chekinib chiqdi Vladimir Putin prezident. Demak bu yerda prezident Vladimir Putin atom urushga tayyorlik qilyapti degan edi. Bugun bu mazmun kelib edi. Men o'zim hayron qoldim vatandoshim. Bu ajoyib mazmun hamda bu hisobda. Ondan keyin ikki nozik narsa, yana bir nozik narsa nimadan? 2-oyning 22-kuni prezident Vladimir Putin ishxonasida Jungo'ning diplomati Wang Yi bilan ko'rishni qabul qildi. Wang Yi bu yerda suhbat jarayonida hozirgi matbuotlar to'rbettirdi e'lon qilingandek hech qachon Xi Jinping plani vaqti Rossiyani ziyorat qiladi degan gap neg'izdan chiqargan emas. Shuning uchun bilgili bo'lmaydi, mush ketim Jungo'ning matbuotlari hech qaysi biri Reis Xi Jinping Moskvani ziyorat qiladi deydigan ma'lumotni bergan emas vatandosh. Aksicha 22-kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Wang Yi bilan ko'rishganda Reis Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishini kutyapmiz. Birinchi jumla. İkinci cümle biz bu ziyaretni allaqachon so'zlashib, maslahatlashib, bekitib bo'lgan. Yumshoq shakllik besim. Kelsingizmi kelasiz Moskvaga, kelmasingizmi kelasiz. Biz siz bilan so'zlashib bo'lgan. Reis Xi Jinping. Moskvaga kelasiz. Moskvada ish bor. Bu endi prezident Vladimir Putinning Jungo'ga ishiltayotgan besimi edi. Yani esinglarga selib qo'yay vatandoshim, esingizda bor biz degan nima degan to'q boshda. Masalan 2-oyning 5-6 kunlari nima degan edik? Xitoyning josuslik shari Amerika havo tavalligiga tajovuz qilib kirgandan keyin davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijing safarini bekor qildi. Beijing safarini bekor qilmagan bo'lsa, davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qiladigan bo'lsa, bu ziyorat Reis Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishiga ta'sir ko'rsatdi degan bir jumla. Esingizda bo'lsa vatandoshim, bugun bu besim
Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelayotgan bo'lsa ham Moskvaga, ham Beijingga, ham prezident Vladimir Putinga, ham Rais Xi Jinpingga. Hatta besimning mazmunidan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin orqali Beijingga, Xi Jinpingga besim ishlatdi degan gap vatandosh. Şunu tünügüllete nemi dedik, buruşuk tayyorlik qilyotidi. Bari vastini, yo'q vastini doğu tikyotidi. Hozir tavakkalchilik qilishga bel bog'ladi. Mana hozir dengiz bo'yidagi o'lkalarni urush safarbarlik qilishga ishxona qurdi degan gap, men urush qilaman degan gap qo'y. Endi mushlarni qoldirib, endi oxira beshi nima dedik? Mush ishlar shu tartibi bilan ketdi. Bir hafta ikki hafta biz Yevropani aylanib keldik. Endilikda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken 2-oyning 28-kunidan boshlab O'rta Osiyoni ziyorat qildi. O'rta Osiyada 5 ga 1 qo'shilgan diplomatlar yoki ministrlar yig'ini qatnashdi. O'rta Osiyada 5 davlat qo'y. O 5 davlatga Amerika qo'shilgan. Ministrlar yig'ini qatnashdi. Undan keyin Amerika Birleşme Agentligi nima deb ko'rsatdi shu to'g'rida, shu ziyorat to'g'risi buni anglab o'tan vatandosh. Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning bu qatimqi Osiyo va O'rta Osiyo ziyorati Amerika bilan Rossiya munosabati jiddiylashgan. Amerika bilan Jungo munosabati Ukraina urushi tufayli jiddiylashgan vaqtga to'g'ri keldi. Bu 3 davlat xalqaro qo'llashga erishish yo'lida ideologiyalik talash tartish qilyotdi. Ondan keyin hozir Amerika Qo'shma Shtatlari nima dedi? Birinchi bu rayonda, O'rta Osiyo rayonida hamkorlikni kuchaytiramiz. Bu yangi gapmi vatandosh? Shundaqla O'rta Osiyo davlatlari bilan birlikda yer shariy xarakterlik tahdidga taqobil turishni muhokama qilamiz. Qanday boshlandimi vatanda? Bu boshlandi deganim hozir asosiyatini aytganda Afg'onistonda chekinib chiqqandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı O'rta Osiyo to'g'risida ko'p gap qilmadi. Ko'p so'zmi qilmadi, siyosatmi belgilamadi. Bu 2021-yil 8-oyning 15-kuni desak, hozir endi 2023-yil kelganda nima dedi? Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Osiyoda, O'rta Osiyoni ziyorat qildi. Rayon doirasida hamkorlikni qanot yaydirishni kuchaytirdi. Ondan O'rta Osiyo davlatlari, shu rayondagi davlatlar bilan birlikda xalqaro tahdidga taqobil turdi. Xalqaro tahdid nima? Rossiya Ukrainaga tahdid soldi. Jungo Tayvanga tahdid soldi. Jungo Uyg'uristonda Uyg'urlarni nazarband qildi, jazo lageriga nazarband qildi. Qirg'in, etnik qirg'inchilik, soyqirım bilan shug'ullandi. Bu bir tahdid. O'rta Osiyoga berib Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken mush ishlarni qiladigan bo'lsa, vatandosh. Demak, Amerikaning O'rta Osiyo ko'ngil bo'lishi boshlandi. Hatta tahdidga taqobil turish. O tarafdan Rossiyaga, bu tarafdan Jungoga taqobil turishmi boshlanadi. Devre vatandaş.